Shunga o'xshash yana tojirlarni ko'proq demak so'raydigan, takrorlanib turadigan narsalardan bir masala, biz molni chet eldan olib keldik. Endi ustiga qancha qo'ysak bo'ladi degan gapni ko'p so'rashadi. O'zi aslida tijorat ikki tarafni roziligi bilan bitaveradigan narsa. Sotuvchi bilan oluvchi bir-birini aldamasdan, yolg'on gapirmasdan, borini gapirib, savdo qilib, biri buncha deb, biri buncha deb kelishib, ikki taraf rozi olsa bo'laveradi. Qoida shu. Lekin odob, muruvvat yuzasidan ulamolarimiz tojirlarga nasihat qilib aytadilarki, olib kelib sotayotgan mollaringizni ustamasi ustiga qo'yayotganlaringiz sarmoyani 1/3 oshmasa yaxshi bo'ladi deyiladi. Mana shu gapga amal qilinsa yaxshi bo'ladi. Lekin mening afsuski uni teskarisi ham bor. Bir xil narsani savdosini qiladigan savdogarlar bir kuni majlis chaqirishdi shu Toshkentda. Menimcha 2 yil bo'ldi yo 3 yil bo'ldi. Majlis chaqirib hammani to'plab, hech kim qolmadimi? Bo'lmasa majlis gap bundoq. Hozir bizning mahsulotning narxi tushib ketyapti. Shuning uchun mana bu narxni qo'yamiz. Hamma qasam ichadi, shundan arzonga sotmaydi degan majlis bo'ldi. Buni qarang endi. Endi nima bo'ladi? Haligi butun mana shu Toshkent bo'yicha nechta shu savdogar bo'lsa, shu sohaniki hammasi birlashib olib qasam icharmish. Palon so'mdan kam sotgan palon bo'lsin. O'zlari boy, qorni to'q, usti but, bola chaqasi turibdi. 5-10 kun sotmay tursa insa bo'lmaydi. Lekin xalq bechara nima qiladi? Ularni o'sha qimmatini olishga majbur bo'ladimi? Qarz oladimi? Uni o'rniga bozor ko'targanidan agar narxni bozor belgilaydi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning huzurlariga kirishdi odamlar. Allohning rasuli qimmatchilik bo'lib ketyapti. Bir bahoni chegaralab bersangiz deganida Allohu musa'ir dedilar. Bahoni Alloh chegaralaydi dedilar. Bozor o'zi chegaralaydi, Alloh chegaralaydi. Shuning uchun muruvvatli bo'lsa, o'sha kambag'allarning rioyasini qilsa, bizdan 3-4 so'm shular foyda ko'rsin desa, yuqorida turgan Alloh o'zi biladi buni. Bunga baraka beradi. Tijoratini boshqa yoqdan yuboradi. Uni bir oy sotmay turgandan ko'ra arzonroq sotib, ya'ni yangi olib kelsa ko'proq foyda chiqadi. Ana o'shanaqa shariatga xilof kelishuvlarni ham tojirlar qilmasliklari kerak. Bir-birlariga nasihat qilishlari kerak. O'shalarning ichidan yaxshi bittasi bor ekan, bizga kelib aytib, tushunib ketib borib aytdi, men buniga qo'shilmayman masallarga dedi. Ana bunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Inshaalloh mana shunday qilib borilaversa, hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakatli bo'ladi, halol bo'ladi, pok bo'ladi. Bu dunyo va oxiratning baxtiga, saodatiga sabab bo'ladi.